Masalaga qarab bo'ldi. Ovqatlardan, nimalardan kamchilik bo'lmadimi? Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Baliq hovuzga chirchiqqa tashrif buyursalaring, Toshkentda bunaqa atmosfera yo'q. Tog'da ham, hatto Bo'chkada ham bunaqa atmosfera yo'q. Sababi alohida zallar juda ko'p ekan. 1 gektarga qilingan ekan. Men o'zim ko'rib hayron qoldim, taklif qilishgan. Shamshod aka, mazza qilasizlar. Tapchan deysizlarmi, kabinka deysizlarmi, tashqarida tog' deysizlarmi, uni ustiga ozmana yomg'ir yog'ib, do'lam yog'yapti. Lekin ovqatiga gap yo'q. Ovqatda gap yo'qmi? Joyiga ham gap bo'lishi mumkin. Yaqinda yana 1 gektar olibdi, ro'parada. Zo'r, dahshat. Xohlasa. Bunaqasi bo'lmagan. O'zimni rasmimni O'sha fotosoviyada faqat o'zlari rasmini qo'yib qo'yibdilar. O'zlari rasmini qo'yib qo'yibdilar. Aka, ishlarga omad. Rahmat. Menimcha tandirni sekin o'shanda sindirib qilyapsiz. Tushunadi. Shu uchun archa ko'yib tashlaganmiz. Aka, safligini mazza qilib o'tirasiz. Tekinga olib ishlataveramizda. Men bitta narsa aytaymi? Ijtimoiy tarmoqni kuzatishingiz men hech qaysi ovqatlanish shoxobchalarini, restoranlarni umuman reklama qilmayman. Bilaman. Lekin bugun shunaqa bo'ldiki, gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q akajon. Aka, Qibraydagi filialga ham boramiz. Biz hozir Chirchiqdagi filialdamiz. Qibrayga ham boramiz. Qibra ham zo'r akajon. Qibraydan unga kechki payt boramiz. Bo'ldi akajon. Aka, Rahmat. sog' bo'ling, salomat Salomat bo'ling. bo'ling. Rahmat. Bola hovuzga tashrif buyuring, dahshat.